abortdan keyin beriladigan dozirovkasiga qarab, endometrioz holatida beriladigan dozirovkasiga qarab, endi har bitta yozgan dorimizni bitta joyiga plyus bo'lsa, ikkinchi joyiga minus. Ko'krakda hozir fibrozli kistozli mastopatiya bor. Estrogendan qochamiz, qo'rqamiz, mumkin emas. Shuning uchun ko'krakda og'riq boshlandi. Endi spiralga keladigan bo'lsak, Mirena spirallar davolovchi, lekin bu original emas. Hamma narsani originali, podoriginali bo'ladi. Original Mirena qo'yganda umuman menstruatsiya kelmaydi. Nimaga? Chunki tayyor gormon chiqib turibdi, ishlagisi kelmaydi. O'shaning uchun menstruatsiya bo'lmaydi. Original emas, ana o'shani hisobiga menstruatsiya kelib yotibdi. Bizga yetmayotgan o'sha Mirena chiqazadigan gormonni tabletka ko'rinishida kirgizishimiz shart, bo'lmasa yana qon ketish holati bo'ladi. O'sha utrojistarinda qolgani tinchroq edi. Ko'kdan ko'ra. Ko'kni ichaversang, bu oyga уже joyiga kelishi mumkin, yaxshi menstruatsiya kelishi mumkin. To'xtatgandan keyin двойной o'sishni boshlaydi endometriy. Giperplaziya bo'lib o'sib ketadi, qon ketishni boshlaydi. O'shuning uchun mumkin emas ham ko'krakka asorat beradi.